Hayat Velvet dekor bezak bo'yog'i. Hayat Velvet dekor bezak bo'yog'i xona ichida yuzalarni bezakli qoplash uchun mo'ljallangan. Gipsli va betonli asoslarga suriladi. Hayat Sadaf bezak bo'yog'i. Hayat Sadaf bezak bo'yog'i interyerning gipsli va betonli asoslari uchun qo'llaniladi. Sadafdek marvarid jiloli yuza yaratadi. Bo'yoqning qulayligi shundaki, turli bezak natijalariga erishish uchun har xil texnika bilan surish mumkin. Travertin akrilli bezak bo'yog'i. Travertin akrilli bezak bo'yog'i tabiiy tosh hamda marmar ko'rinishni olish uchun qo'llaniladi. Beton, penobeton, sement, shtukaturka, shpatlyovka, gipsokarton, g'ishtli yuzalar bilan yuqori adgeziyaga ega, interyerli va fasad ishlari uchun qo'llaniladi. Tosh terilgandek ko'rinishi uchun bo'yoq skotchidan foydalaniladi. Betona kontakt gruntovkasi. Betona kontakt gruntovkasi ichki va tashqi ishlarda shtukaturka ostidan kamshimiluvchi xususiyatli zich yuza tayyorlash uchun qo'llaniladi. Betona kontakt gruntovkasi zich monolitli beton, yig'ma temir betonli buyumlar, shipni yopgan temir betonli plitalarga yopishqoq dekor surishdan avval tyaga va shu kabilar uchun alohida tavsiya qilinadi. Betona kontakt gruntovkasining qo'llanishi shtukaturka, bezakli bo'yoqlar va boshqa materiallar bilan yuzaning a'lo adgeziyasini ta'minlaydi. Hayat Marmarito akrilli bezak bo'yog'i. Hayat Marmarito akrilli bezak bo'yog'i interyerda gipsli va betonli asoslar uchun qo'llaniladi. Material tabiiy tosh, jumladan marmar ko'rinishini olish imkoniyatini beradi. Hayat akril laka. Hayat akril laka bezakli bo'yoqlar ustidan oxirgi himoyalash uchun ishlatiladi. Hosil bo'lgan qoplama a'lo darajada suvga chidamlidir. Akril lak bezakli yuzalarga uzoq vaqt mobaynida tashqi muhitga qarshiligini uzaytiradi.